Assalomu alaykum barchaga. Ikkinchi variant 18-savol tahlili. Quyida berilgan jarayonlarga mos keluvchi ma'lumotlar to'g'ri berilgan javobni aniqlang. A. Uglevodlar sintezi. B. Uglevodlarning parchalanishi. C. Uglevodlarning sintezlanishi va parchalanishi. Javobdan ketsak yaxshiroq. Metabolizm. Uglevodlarning sintezlanishi. Metabolizmda ham sintezlanish, ham parchalanish jarayoni ro'y beradi. Demak, A ni olib turamiz. B. Moddalar almashinuvi, parchalanish va sintezlanish jarayoni birga kechadi. B ni ham olib turamiz. C. Dissimilyatsiya. Uglevodlarning sintezlanishi va parchalanishi. Dissimilyatsiya. Yo'q. U dissimilyatsiya emas, chunki sintezlanishi va parchalanish deyapti-ku. Demak, C ning hisobidan A javob chiqib ketadi. B ni ko'ramiz. Assimilyatsiya. Uglevodlarning sintezlanishi. Bu to'g'ri. B ni ko'ramiz. Dissimilyatsiya. Uglevodlarning parchalanishi. To'g'ri. C. Uglevodlarning sintezlanishi va parchalanishi, ya'ni dissimilyatsiya deyapti buni. Demak, C